soğuk ichimlik ichimsa turolmaydigan do'stlar bormi? O'riqlayapsiz, lekin o'sha ichimlikni faqat kontrol qilolmayapsiz. Har xil har yangi ichimliklar chiqyapti-ku, o'sha yozning kuni bek ichgingiz keldi. Sizga bek yaxshi bir narsani tavsiya qilay, ha. Ochiq suv. Meva ochiq suvi maviliqi lag'man yeganda arsa quydiganlik ochiq suv emas, meva ochiq suvi. Mavo malinaning. Mavo olminiki. Yana bir anarniki bor, uni ichib bo'ldik. Mani endi stakangacha bir qo'shiq azroq oladigan nun suv emas bu. Azroq bir qo'shiqni quyiblam, qog'iniga 90% bir 10 haschilik suvni quyib ilashtirib ichsangiz, maniki issiqlik kaloriyasi 0. İştiharınızı turaqlıq qildi. Elə soğuq ichimlikninki havsinchi basudu mavo. Agar tamoqlar jiqroq yeydigan bo'lib qoldim degan bir so'rin batdi, o'zan basaman yeb qilamanmi degan vaqtlaringizda tamoqdan burun mushtingni birini ichib olsangiz, ishtiyoni basudu. Bilib bilmay chiq yavolmaysiz degan gap. Anda oshqozonga ham foydasi bor. Masalan, tamoq yapilib, masalan, mayliqroq pololarni yapsangiz bir xil nanshu bo'lsiz ishingizda. Mushtingni ichib olsangiz bir xil rahatlik bo'ladi. Endi bu bevasi o'riqlatmaydi, ama ishtahani turaqlıq qildiganga bek foydasi bor. Mushtaq narsalar kerak bizga-chu. Bo'libmi o'zini basamaydigan, so'g'ik ichimlik ichib turolmaydigan do'stlar, mani iste'mol qilsangiz bo'ldi. Asırlık ulanmağı isip koyma. Üç xil tem, alma, anar, malina, qaysini yoqtirsangiz, shuni setib olib, uyga qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. Muzdek minshani sap qo'ysangiz, yozning kuni baxo'sh yoqadi. Mushbitil ishmangchimi, buni bir qo'shiqni qo'yib, qog'iniga 10 naschilik suvni qo'yib, anandiki ichsiz. Bilamdi?